Assalomu alaykum futbol ixlosmandlari, e'tiboringiz markazida futbol dunyosi hamda dunyo futbolida ro'y bergan eng so'nggi yangiliklari bilan O'zbek futboli kanali. Ayni paytda mana shu roligimizga like bosayotgan barcha obunachilarimizga yana bir bor o'z minnatdorchiligimni bildirib qolaman. Qadrli do'stlar, mana shu kichik mehnatimizni qadrlagan holda ushbu kanalimizga bir dona like bosib, obuna bo'lib qo'yishni unutmang. Siz uchun arzimagan bu ish biz uchun juda ham muhim. Qadrli do'stlar, bizning kanalimizda hech qanday pornografik yoki qimorga targ'ib qiluvchi reklamalar chiqmaydi. Shuning uchun iltimos obuna bo'lib bizni qo'llab-quvvatlashni unutmang. Biz esa bugungi dasturimizni boshladik. Qadrli do'stlar, bugun Angliya Premyer Ligasining 26-turidan o'rin olgan bahsda Manchester City o'z uyida Fulham jamoasini qabul qiladi. O'tgan turda Josep Guardiola shogirdlari Anfieldda Liverpoolga qarshi qiyin uchrashuvni o'tkazib, 2-1 hisobida g'alaba qozongan edi, biroq mazkur bahsda hamyurtimiz Abduqodir Husanov darvozabon Janjuli Donnarumma bilan to'qnashib, jarohat olgan. Shundan so'ng Guardiola uning o'rniga Ruben Diashni maydonga tushirgan edi. Fulhamga qarshi o'yin oldidan o'tkazilgan matbuot anjumanida murabbiy Husanovning ahvoli yaxshi ekanini ma'lum qildi. Bir necha nashrlar esa bugungi bellashuv oldidan jamoalarning taxminiy asosiy tarkiblarini e'lon qildi. Qadrli do'stlar, asosiy tarkiblarni e'lon qilishimdan oldin, agarda bugungi Manchester City va Fulham o'rtasidagi o'yinni jonli efirda ko'rmoqchi bo'lsangiz, sizlarga maxsus Telegram kanalimiz silkasini kommentariyada va opissiyada qoldirdim. Hozir o'tib obuna bo'lib qo'ysangiz, hamyurtimiz Abduqodir Husanovning o'yinlarini o'tkazib yubormaysiz va bundan tashqari ushbu kanalimizda Eldor Shomurodov va Abbosbek Fayzullayevning o'yinlari ham jonli efirda translyatsiya qilib beriladi. Sport Mollet talqiniga ko'ra Manchester City tarkibi: Donnarumma, Nunes, Diash, Gehi, Ait-Nuri, Rodri, O'Reilly, Bernardo, Sherki, Semenyo, Holland. Fulham: Leno, Late, Andres, Quenke, Robinson, Iwobi, Berge, Wilson, Smith-Rowe, Chukwueze, Jimenez. Cityextra.co talqiniga ko'ra Manchester City, ya'ni cityextra.co.uz portali asosiy City portali. Manchester City tarkibi: Donnarumma, Nunes, Abduqodir Husanov, Gehi, Ait-Nuri, Rodri, Bernardo, Sherki, Reinders, Holland, Semenyo. Ma'lumot uchun aytib o'taman do'stlar, Manchester City va Fulham uchrashuvi bugun Toshkent vaqti bilan kechki soat 12:30 da start oladi va agar ushbu o'yinni jonli efirda ko'rmoqchi bo'lsangiz, hoziroq kommentariyada yozilgan silka orqali Telegram kanalimizga qo'shilib qo'ying do'stlar. Endi esa Manchester City bosh murabbiyi Josep Guardiolaga berilgan savollarni O'zbekiston futbol ishqibozlari e'tiboriga havola qilaman. Husanov ancha yaxshi holatda va o'ynay oladi, dedi City bosh murabbiyi. Bundan tashqari, Abduqodir Husanovning ingliz tilini bilishi qay darajada yaxshilanayotgani haqida so'ralganda Pep quyidagilarni qo'shimcha qildi. Tan olaman, Abduqodir hali ingliz tilini William Shakespearedek gapirmaydi, lekin uning ingliz tili bilish darajasi, ya'ni o'zlashtirishi tobora yaxshilanib bormoqda. U biz nimani xohlayotganimizni, gaplarimizni to'liq tushunadi va bu holat har safar yanada yaxshilanib bormoqda. Husanov juda aqlli yigit. Odatda odamlar uni jismoniy tomondan juda kuchli va o'ta tezkor futbolchi deb bilishadi va uning chuqur fikrlay olishiga e'tibor berishmaydi. Aslida mutlaqo teskarisi. Uning tafakkuri kuchli ekanini har doim to'g'ri pozitsiya tanlashi ko'rsatmoqda. Abduqodir haqiqatan ham juda tezkor. O'z pozitsiyalarini tiklab olish uning eng muhim fazilatlaridan biri. Lekin bu bilan cheklanib qolmaydi. Husanovga baho berishda adashmang. U aqlli futbolchi. Odatda bunday jismoniy kuchga ega o'yinchi atrofida nima bo'layotganini his qilmaydi. Barchasi faqat jismoniy holatiga bog'liq bo'ladi. Husanovdan esa ikkalasi ham bor. Kuch ham, aql ham bor. Shuning uchun u to'p bilan yana o'ynashda ham yaxshilanyapti. Uni yanada rivojlanishga undayapmiz va u yana o'sadi. Bu yoshda u ochiq fikrli. Yaqinda aytganimdek, hozir Cityda markaziy himoyada juda ko'p yillar o'ynayotgan futbolchilar bor, dedi Josep Guardiola. Qadrli do'stlar, ma'lumot uchun aytib o'taman, Manchester City va Fulham o'rtasidagi uchrashuv 11-fevraldan 12-fevralga o'tar kechasi Toshkent vaqti bilan kechki soat 12:30 da boshlanadi. Qadrli do'stlar, tushunganingizdek, hamyurtimiz Abduqodirni o'tgan safargi o'yinda biroz jarohat olgan bo'lsa ham, hozir u bilan hech qanday muammo yo'q. Ya'ni bugungi o'yinda katta ehtimol asosiy tarkibda tushadi, chunki buni rasmiy cityextra.co.uk portali e'lon qildi. Ya'ni hamyurtimiz bugun asosiy tarkibda boshlaydimi yoki zaxiradan tushadimi, bu hozircha noma'lum. Agarda do'stlar hamyurtimiz Abduqodirning o'yinini jonli efirda ko'rmoqchi bo'lsangiz, rasmiy Telegram kanalimizga qo'shilib qo'ying. Telegram kanalimiz silkasini kommentariyada qoldirdim. Hozir o'tib obuna bo'lib qo'ysangiz, hamyurtimiz Abduqodir Husanovning o'yinlarini va Eldor Shomurodov Abduqodir Husanovning o'yinlarini ham
o'tkazib yubormaysiz. Mana do'stlar, hozirgi dasturimiz xuddi mana shu yerda o'z yakuniga yetdi. Qadrli do'stlar, bu kanalimizda chiqayotgan bugunning o'zida ikkinchi video bo'ladi. Albatta do'stlar, men sizlar uchun harakat qilyapman, tinmay mehnat qilyapman. Qadrli do'stlar, albatta siz ham mana shu mehnatimni qadrlagan holda hoziroq kanalimizga obuna bo'lib, bizni qo'llab-quvvatlagan holda videoga like bosib qo'yishni unutmang. Keyingi dasturlarimizda ko'rishguncha xayr, o'zingizni ehtiyot qiling. O'zbek futboli kanalimizdan uzoqlashmang. Tez orada ko'rishguncha do'stlar.